2025-yil 26-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis va xalqimizga rasmiy murojaatini e'lon qildi. Ushbu murojaatda 2026-yilda mamlakat taraqqiyotida tub burilish yasaydigan muhim masalalar o'rtaga tashlandi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli deputat va senatorlar, muhtaram mehmonlar. Bugun Oliy Majlis va ko'p millatli xalqimizga kelgusi yil uchun murojaatnomani taqdim etar ekanman. Hammalaringni mana shunday kayfiyatda ko'rganimdan, sog'-omon bo'lganlaringdan juda xursandman. 2026-yil mahalla markazida islohotlar olib boriladigan, hududlar infratuzilmasi va aholi hayot sifati yaxshilanadigan yil etib belgilandi. Mahallalar jamiyatning ijtimoiy barqarorligi va taraqqiyot tayanchiga aylantirildi. Mahalla rivojlansa, butun mamlakatimiz yuksaladi. Shularning barchasini hisobga olib, 2026-yilning yurtimizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilishni taklif qilaman. Yoshlar ta'limi va tarbiyasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilandi. Kitobxonlikni oshirish, bilimli, mustaqil fikrlaydigan va vatanparvar yoshlarni tarbiyalash bo'yicha yangi vazifalar qo'yildi. Maktab kutubxonalarini har yili 10 million dona badiiy adabiyotlar bilan ta'minlab boriladi. Iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davom ettiriladi. Barqaror soliq siyosati orqali yangi ish o'rinlari va iqtisodiy o'sish ta'minlanadi. Shuning uchun tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha siyosatimizni davom ettiramiz. Shularni inobatga olib, 2026-yilda asosiy soliq stavkalarini o'zgarishsiz qoldiramiz. Korrupsiyaga qarshi kurash murosasiz va tizimli bosqichga olib chiqiladi. Davlat boshqaruvida ochiqlik, shaffoflik va javobgarlik kuchaytiriladi. Korrupsiya davlat taraqqiyotiga to'siq bo'ladigan, adolat va qonun ustuvorligini izdan chiqarayotgan, jamiyatda ishonch muhitini zaiflashadigan eng jiddiy tahdiddir. Korrupsiyaga yo'l qo'yish esa islohotlarimizga xiyonat desak bu to'g'ri bo'ladi. Bu illatga qarshi kurashish bo'yicha 2026-yilda favqulodda holat e'lon qilamiz. Davlat boshqaruvida ochiqlik siyosatini kengaytirish va so'z erkinligini ta'minlash muhim vazifa sifatida belgilandi. Ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar va fuqarolarning erkin fikr bildirish huquqi kafolatlanishi ta'kidlandi. Takror aytaman, yurtimizda keng ko'lamli yangilanishlar davrida, yangi O'zbekiston davrida ochiqlik siyosatdan hech qachon ortga qaytmaymiz. Bu birinchi masala. So'z va matbuot erkinligini ta'minlash bizda ustuvor vazifa bo'lib qolgan va qoladi ham. Shuni hamma bilish kerak. Aziz vatandoshlarim, bugun biz sizlar bilan 2026-yil va kelgusi 5 yil uchun katta marralarni belgiladik. Bu katta marralar oxirgi yillarda nimaga qodir ekanligimizni butun dunyo hamjamiyatiga yetkazdik. Katta rejalarni amalga oshirmasak, biz marraga yeta olmaymiz.